Assalomu alaykum. Men o'zim Marg'ilonlikman. Mana shu Marg'ilon temir yo'l vokzalini yoshligimizdan o'sgan bo'lsak, juda ham taassurotimiz katta. Yillar davomida, mustaqillik davomida, ayniqsa Yangi O'zbekiston davrida juda ham katta o'zgarishlarga yuz berdi. Vaholanki bu yerdan men juda ham ko'p Samarqand, Buxoro, Xorazm, Navoiy, Toshkentlarga juda ham ko'p yo'nalishlar yurganmiz. Mana biz o'rtog'imiz bilan hozirgi kunda ham mana farzandlarimizni Xorazm tomonga jo'natyapmiz. Marg'ilon temir yo'l vokzali Farg'onaning asosiy bo'g'ini. Eng asosiy qon tomiri. Sababi Farg'onaga keladigan turistlar, Marg'ilon qadimiy shahrimizga keladigan turistlar, ayniqsa mana Marg'ilon City'da yangi muhtaram prezidentimiz kelib ochgandan keyin hammasi mana shu yerga jamlanadi. Temir yo'l sohasidagi olib borayotgan islohotlar muhtaram prezidentimizni o'z rahnumoyida shunaqangi chiroyli olib boryaptiki, davlatimiz, hukumatimiz olib borayotgan narsalar bizga doim qoniqtiryapti. Marg'ilon temir yo'l bozoridamiz. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Tashqari issiq bo'lsa ham, ichkari taraf salqin. Sharoitlarimiz yaxshimi, ma'qulmi sizga? Ha, ma'qul, ancha yaxshi. Menga yoqdi, lekin birinchi marta kelyapman, yoqdi. Muomalasi ham yaxshi ekan, mana bufetchilarimizni, ishchilarimizni juda yaxshi. O'zim sanatoriyadan qaytyapman. Sanatoriyadan juda yaxshi dam olib, bunaqa kerak, havosi ham zo'r, berimda yaxshi. Xursandmiz. Rahmat shunday ana qilib qo'yganlaringizga, sharoitlarga, shunday joylarni qilib qo'yganlaringizga hammasiga rahmat.